Xayrli kun barchaga. Hozir o'zingiz o'ylaysiz, ismingiz, yoshingizni, hozirgi holatingiz qanaqa, energiyangiz qanaqa energiyadasiz? Pauzada bo'lsangiz, uni sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa, uni energiyasi qanaqa, shuni ko'ramiz. Hamma o'zini ismini, yoshini o'ylasin. Hozir siz qanaqa energiyadaligingizni oldin ko'ramiz. Siz hozir illyuziyalarga berilib yashayapsiz. Tugataman. Bu munosabat bo'lmaydi. Meni aldadi yoki meni aldayapti. Ancha paytdan beri bu erkak sizga nisbatan sovuqlashgan deb o'ylayapsiz. Xayollaringizda faqat o'ylayapsiz. Meni aldayapti, tugataman, bu munosabatni ortiq davom ettirmayman deb o'ylagan inson. Bo'lishi mumkin o'rtalaringda janjal bo'lgan. Siz qanaqa insonsiz? Siz bu inson bilan gaplashishingizni hech kim bilmaydi. U inson oilali. O'rtalaringda janjal bo'lgan. Siz uni avvalgidek yaxshi ko'rasiz, qo'yib yubora olmayapsiz. Bir qarorga kela olmayapsiz-da. Hozir o'rtalaringda aloqa yo'q. Siz energiyangiz shunaqa, o'tmishda ushlab turibsiz. Oldingidek yaxshi ko'rasiz, oldingi munosabatlarni sog'inyapsiz. Qo'yib yubora olmayapsiz, chunki juda ham sog'ingansiz. Siz o'ylagan aqlingizdagi insoningiz bilan o'rtangiz buzilgan. Chunki o'rtada uchinchi shaxs bo'lgan. Hozir siz mana shularni o'ylab tushkun holatdasiz, shunaqa energiyadasiz. O'zingizni ko'rgan bo'lsangiz, endi uni energiyasini ko'ramiz. Aqlingizdagi insoningizni ismini, yoshini aytasiz. Uni energiyasi hozir qanaqa holatda ko'ramiz. U nimani o'ylayapti? U erkak ham sizga nisbatan oldingidek emas, o'zgarib qolgan. Bu munosabat pauzada. Lekin u ham qo'yib yuborgani yo'q, sizni qizg'anyapti. Bu erkak oilali, oilasi bor. Bu erkak ham sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapti. Oldingizga kelishga ikkilanyapti. Siz bilan o'zini juda ham xursand, baxtli his qiladi. Shuning uchun bu erkak hozir kechalari uxlolmay chiqyapti. Majbur bo'lgan ketishga, oilasi borligi sababli juda ham og'ir ahvolda. Agar o'ylagan bo'lsalaring, meni rostdan sevadim yo'qmi, aldayaptimi? O'ylagan bo'lsalaring, hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Oilasi bo'lsa ham sizni rostdan ham yaxshi ko'rib qolgan, rostdan sevadi, tuyg'ulari samimiy, aniq sevadi. Uni yuragi og'rigan holatda, qalbi og'rigan holatda turibdi. O'zini siz bilan baxtli his qiladi. U juda ham qiyin vaziyatda, chiqib keta olmayapti. Hayotida muammolar bor. Agar siz bilan muammo bo'lgan bo'lsa, bu muammolardan u juda ham charchagan, tushkun holatda chiqib keta olmayapti. Siz haqingizda nima o'ylayapti? Sizni juda ham yaxshi ko'radi. O'ylagan insoningiz qaytadi. Siz kutyapsiz uni juda ham. Bu erkak qaytadi hayotingizga. Sizga bo'lgan tuyg'ulari juda ham samimiy. Hozir sizsizlikda o'zini juda yomon ahvolda his qilyapti. Sizni hali qo'yib yuborgani yo'q. Juda ham qizg'anadi. Oilali bo'lishiga qaramasdan, ko'ngli sizda, sizni yaxshi ko'radi. Endi bu hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin. Ba'zilar oila qurgandan keyin uchratib qolishi mumkin o'zini ko'nglidagi insonini. Hammani to'g'ri tushunamiz bizlar. Men kartada chiqqanini o'qidim. Bunaqa vaziyatlar hayotda uchraydi va buni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Siz kutgan insoningiz keladi. Juda ham ahvoli, hozir o'zim ahvolim yaxshi emas, u siz deb o'ylashingiz mumkin, lekin uni ham ahvoli sizsiz yaxshi emas. U kutgan insoningiz qaytadi, qizlar.